Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan Zubur 1100 motoblogimiz sotildi. Ko'rishingiz mumkin. Salarkali bo'ladi bunimiz. Radiatorli, soatiga 1 litrdan 1,5 litrgacha rasxod qiladi. Oldida mana chiroqlari bor, ko'rishingiz mumkin. Statorli, akkumulyatorga ham zavat bo'laveradi, kalitga, hamda ruchniy o'tatsalari ham bo'laveradi. Balonlari 612 lik balonlardan qo'yilgan, shiroki katta balonlardan qo'yilgan. Remi orqali harakat qiladi hamda oldiga suv pompa zatkalarni boslab ishlatsalaring bo'laveradi. Pompalari hop 150 talikgacha ishlataveradi, radiatorli bo'ladi, antipress yoki suv quyib ishlatsalaring bo'laveradi. 60 ga 70 ga peredilka qilib moslab ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Mana shundan ruchniy o'tatsalaring ham bo'laveradi. Bitta yog' quyadigan motoriga yog'ni mana shundan qo'yasizlar. 2,5-3 litrga yaqin yog' oladi. Korobkasiga ham shu 3 litrdan 3,5 litrgacha korobkasiga ham yog' qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Qo'shimcha dinamlarimiz qo'yilgan. Mana dinamlar akkumulyator turadigan joylari xavfsiz joyda qo'yilgan. Rollari mana 360 gradusga buriladi mana shu ruchaydan. Hamda toshbaqa quyon rejimlari bor. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Qo'qonda, saxiy do'koni. Hozir kech bo'lishiga qaramasdan shu Zuburimizni yuklab Andijonga olib ketilyapti akalar. Kimga Zubur traktorlar, boshqa texnikalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Sizlar xohlagan turdagi motobloklarimizdan bor, 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha. Meshalka deysizlarmi, drabilkalar deysizlarmi, hamma o't o'radigan kasilka-yu hammasisidan bor. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring,